Iltimos, bobamiz Shavkat Mirziyoyev mana shu murojaatlarimizni mana shu holatda o'tirganimni ko'rib, mana shu murojaatlarni o'rganib chiqib, mana shu qo'lingizdagi xodimlaringizni, shu yordamchi xodim Zoir Mirziyoyev va shu hokimlarning boshlig'ini bizga jo'natsangiz, mana shu Namangan viloyati 3 tuman birlashgan keskin yordam, mana shunaqa holat, mana shularni ko'rsinlar. Men uchun havasmas, o'sha Oliy Senatga 2 martadan borgani, Vazirlar Mahkamasiga 8 oylik chaqalog'im bilan havasga bormaymanki, mana. Kami ko'sing yo'q qilib bo'lingan, senga hech qanaqa narsa qilmayman dedi, mana. Kam ko'sin bu narsaligidan mana. Yo'qligidan ko'rib oling mana. Mana ko'rib oling mana. Uyim bir yog'i mana derazasi o'pirilib, qish kunida tushib ketmasa bo'ldi. Buni hozir oshxona qilib bir xonamda o'tiraman. Buni endi gazlarimni qo'yib oshxona qilib o'tiraman. Bu tushib ketsa ertaga nima qilaman bilmayman. 8 oylik qo'limda chaqalog'im bilan mana ko'rib oling. Mana shunaqa holatlarda o'tiramiz, lekin uchastkavoy inspektor haqdor. Biz majburiy sudrab olib borib sudga narsa qilishga, qo'limdagi 8 oylik chaqalog'im ham ikkinchi guruh nogiron farzandim ham inobatga olinmaydi. Namangan viloyati 3 tumani Xizrobod qishlog'idagi xotin-qizlar faoli xohlagancha haqorat qiladi. O'tmishimni kavlashga haqdor, chunki bularga Namangan viloyati 3 tumani hokimiyatiga ishga qabul qilib qo'yilgan, ularga mablag' to'lanayotgan. Haqdorda. Nohaq bo'lsa, nimaga unda menga yozgan rosa haqoratlarni o'chirib tashlaydi. Nimaga bularga chora ko'rib, nazoratga olib, lavozimidan ozod qilinmaydi. O'shanga qo'yib qo'yilgan, o'tmishini kavlagan, turmush o'rtog'i bilan ajratgan, yetimlarni, yesirlarni ko'paytirgan deb. Yetimlarim ertaga yetim bo'lib qolsa, tirik yetim bo'lib qolsa boqadimi o'sha? Abdurahmonova Marubxon. Kim boqadi uni? Uy-joy bilan ta'minlaydimi yo kelajagini ta'minlaydimi? Pul bilan narsa qilar, lekin ota mehridan ta'minla olmaydi-ku otasini. Bir kun qarar, 2 kun qarar. Keyin aytadi o'shuni, gapiradi. Yuzimga soladi ertaga. Mana. Ko'rib oling mana. Mana ko'rib oling. Yorilib ketganini mana. Boqimandaman-da mana 3 tumanda. Boqimanda bo'lib 3 tumanda mashina o'tirganimdan mana million sarflab qo'yganlarda mana boqimanda bo'lib o'tirganimda mashina bo'lganda. Boqimanda bo'lib biror marta uyimni ko'rganmikinlar o'sha Shuhrat Musayev. Namangan viloyati 3 tuman hokimi. Yo Saida Ahmadaliyeva uyimga biror marta kelib qo'yibdilar. Yo to'xtamay haftama sizga produkt so'rayotgan ekanman.